Assalomu alaykum akalar. Bugungi havo shamol bo'lishiga qaramasdan sizlarning e'tiboringizga katyonlarimizni ko'rsatib o'tish uchun yetib keldik. Akalar, ko'rib turgan katyonlaringiz 150 kvadrat orqa kitob hisoblanadi. Har doim aytaman, har videoda aytaman, katyonimizda listi, to'rtlik listi akalar. Uncha-munchasi bunaqa qilmaydi, ichiga uchlik uradida, tashqi ko'ylak to'rtlik qilib shu hisobiga to'rtlik bo'lib ketadi akalar. Akalar, 300 katyonlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, taxlab qo'yganmiz aka, bitta ko'ring aka. Chiroyiga qarang chizilganini. Akalar, bu yerda naqd 13 ta 200 kvadratlik katyonlarimiz bor. Ko'ring, rangidan qora, qizil, har xil rasyotkasi bor akalar. Kelinglar, ko'ringlar. Yana bir marta aytaman. O'zingizlar xohlagan stilda, xohlagan rangingizda chotkilab chiqarib beramiz akalar. Mana qaranglar, terib qo'yganmiz yo aka. Bitta ko'rib baho berib qo'ying. Xo'p, bularimiz orqa kitobsiz oddiy fason. Bular 300, 200 hamda 150 kvadratli katyonlarimiz bu yerda. Hop, akalar, keyingi videomizda xudo xolasa bularning narxlari bilan Y'dan Egacha chotkilab ustakamizni shu yerga olib kelib, eng zo'r videoni qilishga harakat qilamiz akalar. Buning uchun siz bizga obuna bo'ling, like, komment, qo'llab-quvvatlang. Rahmat akalar hammalaringga.